sudlarda ba'zi holatlarda xatoliklar uchrab turadi. Bu xatoliklar shunday xatoliklarki, sudyalarning, kerak bo'lsa sudlov hayatlarining qarshi tomonga yon bosishi bilan bog'liq bo'ladi. Misol tariqasida yutishimiz aniq bo'lib turgan, qaror bizni foydamizga hal bo'lishi aniq bo'lib turgan holatlarda arzimagan bitta javobgarning hujjati yoki norasmiyligimizni, rasmiyligimizni ma'lumotnomasi bilan butun bir boshli shaxsni, ya'ni mijozimni taqdiri hal bo'lib ketgan paytlar bo'lgan. Oddiy misol, javobgar tomonidan ishonchnoma berilgan bo'lsa, o'sha ishonchnoma aynan shu shaxsni shu sudda ishtirok etish vakolatini bermagan holatlar bo'lgan. Sudlarga biz e'tiroz bildirganmiz, sudlar inobatga olmagan. Endi keyingi masala, mana misol uchun oq deylik. Mana shu rang oq rang. Oq rangda oq ekanligi ko'rinib turibdi hammaga. Lekin sudlar shunda qora deb belgilab, qora deb e'tirof etgan holatlar ham bo'lgan. Bu holatlarda biz yutqizganmiz. Endi masalani boshqa tomoni bor. Tarafkashlik deymizmi yoki sudlarga nisbatan bosim deymizmi? Buni aniq bir faktlar bilan ayta olmayman, lekin shunday holatlar bo'lyaptiki, javobgar tomonidan ayniqsa davlat tashkilotlari, davlat organlari bo'lib turib, ularga qarshi biz da'vo qo'zg'atganimizda sudlar tomonidan javobgar tomonga yon bosish holatlari bo'lgan. Shu sababli biz yutqizganmiz. Lekin yutishimiz aniq, yutishimizga ishonchimiz komil bo'lib turgan holat bo'lgan aslida. Sudyalarga e'tiroz bildiryapmiz. Ular bizga bizning mag'lubiyatimiz bilan bog'liq bo'lgan qaror chiqargandan keyin e'tiroz bildirganimda, yuzimga sudyalar qaralmasdan yerga qaragan holatda keyingi bosqichga shikoyat qilasiz. Keyingi bosqichga shikoyat qilish huquqingiz mavjud deyish bilan kifoyalangan. Lekin men e'tiroz bildirib, noto'g'ri chiqarilganligini, biz haq ekanligimizni isbotlab bergan bo'lsam-da, shunday javobni olganman. Shunda juda afsuslanganman. Mijozimdan ham xijolat bo'lganman. Ya'ni advokat haq bo'lib turib yutqizsa, fuqarolar shunday tushunadiki, advokat hech nima ish qilmadi deydi. Lekin advokat yurakdan chiqarib harakat qiladi. Aksar advokatlar qonun bilan ruxsat bergan hamma harakatlarda, hamma imkoniyatlarni ishga soladi. Lekin alal-oqibat o'sha aytamizki, deylik, tarafkashlik deylik, bosim yoki zakaz deymizmi, shunga o'xshagan holatlar bo'lib, natijada yutqizish bilan yakunlanadi.